yurakchasi. Istanbul eko markaziga 7 yillik birlamchi bepushtlik bilan bemorimiz Toshkent shahridan murojaat qilib keluvdilar. Tekshirganimizda tuxumdon zahiralarida ozgina muammo bor edi va xo'jayinlarning urug'larida jiddiy muammo bor edi. Bularning barchasini tekshirib bo'lgandan keyin eko amaliyotini qilishni tavsiya bergan edik. Eko amaliyotini qilib bo'lganimizdan keyin bemorimizni bachadonni ichida ham jiddiy muammolar bor edi. Ushbu muammolarni bartaraf qilish uchun gistroskopiya amaliyotini ham qildik. Gistroskopiya amaliyotidan keyin bemorimizga a'lo sifatli embrionchalardan bachadonlarga qo'yganimizda homiladorlik yuzaga kelgan edi, tabriklagandik. Bugun esa ushbu homiladorlikni sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Muborak bo'lsin. Mana bachadon ichida homilani ko'rib turibmiz. Mana homila xaltachasi. Mana bu nima ekan? Mana bu nimani ko'ryapsiz? Mana bu nima? Mana bu yurakchasi. Alloh mahkamidan bersin, eson-omon. Yurakchasi yaxshi uryapti. Alloh mahkamidan bersin, eson-omon qo'lingizga olish nasib etin. Hurmatli obunachilar, sizlar ham shunaqangi go'zal yurak tovushlarini eshitishni xohlasangiz, albatta Istanbul eko markaziga murojaat qilib keling. Mana shu bemorimizga o'xshab sizlarda ham ilk urinishda homiladorlikka erishish nasib etgan bo'lsin. Salomat bo'linglar.